lekin obunachilaringiz soni oshmagan. Hali ham o'sha. Tuni bilan kanalingizga bitta ham yangi obunachi qo'shilmadi yoki bundan ham yomoni. Prosmotrlar bor, lekin obunachilaringiz soni oshmadi. Agarda ushbu holat sizga tanish bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Chunki bugungi videoda men obunachilaringiz sonini oshishiga yordam beradigan, o'zim sinab ko'rgan 4 ta maslahatni beraman. Ushbu videodagi ba'zi bir narsalarni siz videoni ko'rib bo'lgandan darrov kanalingizda o'zgartirsangiz bo'ladi va siz darhol natija olasiz. Birinchi maslahatdan boshlaymiz. Tomoshabinlarni qayta yo'naltirish. Men Telegram kanalimda odatda YouTube kanallariga nechta videosini ko'rgandan keyin obuna bo'lasiz degan so'rovnoma o'tkazdim va eng ko'p ovozni 4 tadan ortiq degan variant oldi. Bundan kelib chiqadiki, odamlar kamdan kam holatda bitta videongizni ko'rib obuna bo'lishadi. Ko'p hollarda esa kamida 3-4 ta videongizni ko'rgandan keyin kanalingizga qo'shilishadi. Sababi oddiy, odamlar shunchaki obuna bo'lishni unutishadi. Hattoki videongiz ularga yoqsa ham. Lekin keyinchalik o'sha insonga YouTube sizning boshqa bir videongizni tavsiya qiladigan bo'lsa, o'shanda u inson kanalingizga obuna bo'lmaganligiga ko'zi tushib, kanalingizga obuna bo'lishi mumkin. Bunday holatlar uchun bizga konechniy zastavkalar yordam beradi. Shunchaki siz har bir videongiz so'ngida o'zingizni ikkinchi videongizni tomoshabinlarga tavsiya qilib o'tasiz va YouTube studiodan konechniy zastavkaga o'sha videoni belgilaysiz. Shu tariqa bitta videongizni ko'rish uchun kelgan odam sizni 3-4 ta videongizni ko'rishi mumkin va obuna bo'lish ehtimoli yanada oshadi. Ikkinchi maslahat: ko'proq natija olib keladigan videolarni ko'proq joylang. Men jonli efirda ko'plab obunachilarim kanallarini baholayman va ularga eng ko'p prosmotr oladigan mavzularni yana takrorlashni maslahat beraman. Oddiy misol, mening asosiy kanalimda bir vaqtlar YouTube kanaliga nom topish haqida video tayyorlaganman va ushbu video darsliklar bo'yicha eng ko'p prosmotr olgan, ya'ni 26 mingta. Men ushbu ikkinchi kanalimda aynan o'sha videoni shunchaki takrorladim va ko'rishingiz mumkin. 13 kunda 33 ming prosmotr hamda bonusiga 342 ta yangi obunachi. Bu video darslik kanal uchun juda katta natija hisoblanadi. Agarda siz boshqa mavzuda shu ishni qiladigan bo'lsangiz, bundan ham katta natija olishingiz mumkin. Lekin YouTube'dagi istalgan mashhur videoni olib, qaytadan tayyorlasangiz, bunday natija olmaysiz. Agarda bu mavzu haqida ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, videoga like bosing. Men bu mavzu haqida alohida video tayyorlayman. Keyingi maslahat siz uchun juda muhim hisoblanadi. Diqqat bilan tomosha qiling. 3-maslahat: tashqi ko'rinishga ko'proq e'tibor bering. Tan oling, siz ham ko'rinishi chiroyli, tartibli va ajoyib nomli kanallarga obuna bo'lgingiz keladi. Qayerdagi sifatsiz va yoqimsiz kanallarga emas. Birinchi navbatda kanalingiz yuzi hisoblangan banner avatarkaga e'tibor bering. Chunki kanalingizga kirgan odamlar birinchi bo'lib banner avatarkaga ko'zi tushadi. Bundan tashqari videolaringiz prevyusini ham bir-biriga o'xshashroq qilishga harakat qiling. Misol uchun menda asosiy rang yashil va prevyularimda asosan shu rangdan foydalanaman. Yoki 100 mingta obunachisi bor kanalimda men faqat 100 ta fakt videolar joylayman. Prevyularimda esa har biriga 100 raqami va o'rtada video qahramoni rasmini joylashtiraman. Shunda kanalga kirgan odam ko'ziga kanalingiz yanada professional bo'lib ko'rinadi. Agarda sizga professional dizayn xizmati kerak bo'lsa yoki bo'lmasam video montaj, kanal ochish, nastroyka qilish, monetizatsiyaga ulab berish, kanal rivojlanishi uchun analiz qilish va shunga o'xshash barcha xizmatlar bo'yicha siz bizning Telegramdagi YouTube do'konimizdan foydalanishingiz mumkin. Yoki sizga tayyor YouTube kanal kerak bo'lsa, bizning YouTube Savdo 24 kanalimizdan YouTube kanal olishingiz mumkin. Barchasi ishonchli. Ikkala kanal manzili ham video ostida bo'ladi. 4-maslahat: obuna bo'lishni albatta so'rang. Birinchi maslahatda aytib o'tganimdek, ko'plab odamlar obuna bo'lishni unutishadi va kanalingizga qayta kirish ehtimoli ham kam. Shuning uchun siz har bir videongizda obuna bo'lishni eslatib turishingiz kerak, lekin ha deb ham emas. Men o'zim bu narsani sinab ko'rganman. Hozir esa natijasi bilan bo'lishaman. Vegeta kanalimdan deyarli prosmotri bir xil bo'lgan ikkita videoni olamiz. Bittasi Yakuza haqida 100 ta fakt, ikkinchisi esa Reker haqida 100 ta fakt. Birinchi videoda men obuna bo'lishni so'ramaganman. Ikkinchi videoni boshida esa atiga 10 sekundlik obuna bo'lish haqidagi ushbu videoni qo'yganman. Do'stlar, kanalimni 93% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Iltimos hozir 5 sekund vaqtingizni ajratib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men esa davom etaman. Demak, natijaga o'tamiz. Birinchi videoda menga atiga 592 ta obunachi kelgan. Ikkinchi videodan esa 2900 ta. Bu deyarli 4-5 barobar ko'p degani. Shunchaki obuna bo'lishni so'rash orqali.
Shuning uchun keyingi videodan ushbu usuldan foydalanishni boshlang va natijasini aniq ko'rasiz. Va mening YouTube kanalimga ham ushbu maslahat uchun obuna bo'ling. Videoga like bosing va ushbu ekranda chiqqan YouTube ga video joylash uchun eng yaxshi vaqt haqidagi videomni ham tomosha qiling. Hammaga rahmat.